shu bayramimiz yaxshi olsun, tartibli, hamma narsa muhayya. Fakat tartib intizomlar yerish kerak, ichish kerak, o'ynash kerak, yaylash kerak. Boshqa hech narsa kerak emas. Bulturga bayramimizdan bu ikki barobar ziyod bo'layapti. Bizdan undan ham ikki barobar ziyod bo'lsin. Xudo xolasa. Hamma narsani asta-asta qilaveramiz. Mana 88-yillarda bitta tayyorlaydi. Yigitlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarga omad. Xalqimizning baxtiga tinch omon bo'lsin, niyatlarini aytinglar. Yanagi Xudo xolasa bundan da zo'r kutib olish sizni bizga nasib ro'za aylasin. Amin. Amin. So'z Endi hozir Xudo xolasa kecha Mirada futbol bo'lgan. Ana shu bolalar shu yerda bo'lsa kerak, hamma tadbirlash marosim bo'ladi. Bayram. İlk Ramazan hayiti bilan tabriklayman. Kelayotgan yilimiz barakotli bo'lsin. Yurtimiz obod bo'lsin. Qishlog'imiz obod bo'laversin. Rahmat sizga. Aziz qishloqdoshlar, hurmatli davron qatnashchilari, mana bugun Sayfnota elida ulug' el Sayfnota elida katta to'y tantana. Bu elimizning birligidan, elimizning el ekanligidan darak beruvchi bir nishona. Navro'z qadimiy udumlar, qadimiy milliy an'analarimizni o'zida jam qilgan bir qadimiy bayram munosabatidan yig'ilibmiz. Avvalo barcha qishloqdoshlarni bugungi bayram bilan chin qalbimdan mana shu bayram tashkilotchilar nomidan tabriklab qolaman. Ishlarga omad bersin, qishlog'imizdan tut baraka arimasin. Hamisha xursandchilik, birdamlik, ahillik qishlog'imizdan tark etmasin. Sayfnota eli endi ko'p gapirsa bo'ladi, buyuk el, shu buyukligini saqlab qolsin deb niyat qilamiz yaxshi ulug' kunlarda. Qolaversa mana 91-yil tug'ilgan yigitlarimiz mana bugun 3 kundan men to'y beryapti. Shu bolalarga rahmat, otasiga rahmat, bitta qarsaksanizlar shu bolalarga. Har kunga emas bunday qilish. Shu bolalarning bariga shukr. Bu yildan keyin mana startda turgan 88-yil yigitlar 10 kun izoh etadi. Ishdan qolib ketamiz. Kamida 3 kun beramiz debdi, shu bolalarga bitta qarsak bo'lsin startda turgan yigitlarga ham. Hozir mana kecha futbol musobaqalarida 2 musobaqalarda o'tkazganmiz. Qadrlash marosimlarini qilamiz. Faqat tartib, intizom iltimos sizlardan. Oldi bormi? Bo'lmasin. Davra o'zimiz. Bitmangda. To'y bizniki. Yotqizib bo'ldi deydigan. Ishlar o'zimizniki. Mahalla o'zimizniki. Shuytib menga tashrif o'z mantas qilib chiqardi. Mol qo'l, sklat to'la turibdi. 90-yillikdan to'lib tashlagan sklat. Nima desa top beramiz. Faqat tartib bersanizlar bu juda katta narsa bo'ladi. Keyin ana Sherzod Mamsho'da bo'lsa sport musobaqalari bor, uni ham Sherzod desammi? Sherzodning sport musobaqalari bor. Arqon tortish va hokazo milliy o'yinlari. Ularda o'tkaziladi. Hozir tadbirlash marosimini o'tkazdirib olaylik. Mana boshqa so'z demak beramiz. Rahmat hammani yana bir marta Navro'z bayramidan tabriklab qolaman. Davramiz ochiq. Innovatsion g'oyalarni qo'llab-quvvatlab kelgan qishlog'imiz oqsoqoli Rasul akamizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rasul aka keling. Sizga mana shu 91-yil bugungi bayram tashkilotchilarining arzimas sovg'alari, ya'ni to'n chopon do'ppilari bor ekan, chiroyli guldiroz qarsaklar bilan qabul qilib olasiz. Yoshlar bilan birga ishlash bu juda ham qiyin yosh ulug'lar uchun. Yoshlar bilan birga fikrlab kelyapsiz. Sizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Bir rahmat, sog' bo'ling sizlar. Marhamat, 88-yil akalarimiz joylashib olishingiz mumkin. Oqsoqollarimiz, charchab qolmang, marhamat, yosh ulug'larimiz. O'tkazamiz. Marhamat. Biz esa sizlarga yana bir bora o'zimizning original salomlarimizni yo'llab qolamiz. Assalomu alaykum, mehri daryo, saxovatli o'zbegim. Bugungi bazm tantanamizning qadri baland, yosh ulug', hammalar, tog'alar, bobolar barchangizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Azizlar, mana shu bugungi fayzli bayramimiz qishlog'imizga ham fayzlar yog'dirib, yomg'irlar yog'dirib, o'to'lanlar o'sib, qo'y chorvamiz mo'l, hosil sutdorchilik zo'r bo'lib, Xudo xolasa yozda hamma mana shu yerda bittadan Captiva minishlik nasib qilsin. Mana shu yo'llarimizda Captiva trassalar to'ldirsin, Xudo xolasa. Hozir azizlar, mana shu
chempionat o'tkazildi. 91-yil akalarimizni himmati bilan mana shu Navro'z bayrami munosabati bilan qishlog'imiz chempionati o'tkazildi. Mana shu chempionatda juda ham yaxshi faol qatnashgan barcha ishtirokchilar, 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rin ishtirokchi g'oliblari ham taqdirlanadi. Hozir mana shu taqdirlash marosimimizga sport mutaxassisi Ochilov Sherzod akamizni ham davramiz markaziga taklif etamiz. Marhamat. Guldiroz qarsaklar bilan. Qani bo'shashmaymiz, ha? Yaxshilikdan darig' tutma quchog'ing. Shunday yashagin hatto olamdan o'tganing kun, ba'zi tirik zotlardan o'liging bo'lsin ushqin. Ko'changizda yig'ilgan ming alavon talashsin, ko'tarishga galma-gal tobut uchun talashsin. Yaxshi inson zo'r edilar deb yig'lasin do'styoring, yig'lab kelding dunyoga, kulib kelib ketar joning. Assalomu alaykum, yana bir bora xush kelibsiz Sherzod aka. Hozir mana shu davramizga kechagi futbol chempionatimizdagi faol ishtirokchilarimizdan 88-yil va 87-mi qarsaklar bilan qani qo'llab turamiz. Eng zo'r volontyor mana shu sport musobaqasiga 91larga yaqindan tashkil ishlarga yordam bergan 2003-yil Samandar marhamat davramiz markaziga chorlab qolamiz. 2003-yil Samandar. Qani olqishlab turamiz. Mana shu tashkiliy ishlarda eng yaqindan faol yordam ko'rsatgan xizmati va himmati uchun taqdirlanadi. Tandem, ya'ni eng yaxshi jamoat tandem g'olibi bo'lgan, ya'ni eng yaxshi jamoatchi o'yinida ishtirok etgan jamoadoshlardan 2008 Zuhriddin hamda Kamronlarni davramiz markaziga chaqirib qolamiz. Marhamat. Jamoaviy eng yaxshi o'yinchi, jamoada eng yaxshi o'ynagan o'yinchilarimiz orasida g'olib deb topilgan. Zuhriddin 2008 hamda Kamron. Eng yaxshi o'yinchi 2009lardan Shomurod marhamat davramiz markaziga. Eng yaxshi himoyachi deb topilgan 2005-yildagi Ramziddin marhamat. Marhamat, u ham taqdirlanadi. O'yindagi faolliklaringiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Kelmagan ishtirokchilarga sovg'alar yetkaziladi. Ana endi eng kutilgan daqiqalar. Mutlaq qishlog'imiz Navro'z bayrami chempionatini g'olibi deb topilgan 3 ta o'rin bor. 3-o'rin g'olibi 87 hamda 88-yil jamoalari. Marhamat. Qarsaklar bilan qani qo'llab turamiz. Qarang, qisqa videoda qisqa. Qani qarsaklar eshitilmayapti. Hech bo'lmasa qarsak bilan qo'llab turamiz. Sakson 88 barchangiz chaqiramiz. 87-88 jamoa bilan chiqingizlar. Mana bu qarsaklar, mana bu olqishlar va sovg'alar sizlarga. Chempionatimizning 2-o'rin g'oliblari 2005-yillar marhamat chorlab qolamiz. 700 ming so'm sovg'a yutug'i bilan taqdirlanadi. pul yutug'i 2-o'rin uchun qani olqishlab qo'yamiz. Mana bu qarsaklar sizlar uchun. Va eng kulminatsiya chempionatimizning mutlaq g'olibi, ya'ni 1-o'rin g'oliblari deb topilgan
99-yil jamoalarini davramiz markaziga taklif qilamiz. Qani 99-yillar. Birinchi o'rin olqishlab turamiz. Eng yaxshi o'yin ko'rsatgan birinchi o'rin g'oliblari 99-yil yigitlari. Barchangizga o'rindagi o'yindagi faolliklaringiz uchun minnatdorchilik bildirib qolamiz. Medal birinchi o'rin medallari bilan g'olibliklar sizlarga muborak bo'lsin, mana topshirilmoqda. Medal hamda 1 million so'm pul yutug'i muborak bo'lsin, halol bo'lsin. Tezkor zarbalaringdan seni Hasanboy. G'oliblarimiz bilan esdalik uchun Abdurahmon tomonidan birinchi o'rin g'oliblariga, birinchi o'rin g'oliblik kubogi muborak bo'lsin. 1 million so'm pul yutug'i hamda kubok. Esdalik uchun rasmlarga tushib qolamiz. Qarsaklar bilan fanazizlar. Bayram muborak bo'lsin. G'olibliklar bilan tabriklab qolamiz. Barchangizga, mana shu g'oliblarimizga, faol ishtirokchilarimizga bayram chempionatimizda o'z xizmatlaringizni ko'rsatganligingiz uchun minnatdorchilik bildirib qolamiz. Esdalik uchun rasmlar. Kiloli olimpiya rekordida Ruslanjon Hasanboy Ko'smatov, Fazliddin G'oybnazarov, Shahobiddin Soirov, Ruslan Nuriddinov. Chiroyli qarsaklar bilan kutib qolamiz chempionlarimizni.